Agar targetdagi lidlar sizda ham haligacha sifatsiz tushayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu muammolarga yechim topasiz. Targetda 80% muammolar kreativlar bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni aniq takliflar yo'q, kiritilgan sonlar yoki boshqa ma'lumotlar aniq bo'lmaydi. Bu narsalar bo'lishi mumkin. Sizning mahsulotingiz narxi yoki kim uchun to'g'ri kelishi, uni narxi, turli xil faktorlar rol o'ynashi mumkin. Bu narsaga albatta e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bu narsalarni harakat qiling aytishga. Nima sababdan? Mahsulotingiz qimmat bo'lsa ham, bu narsa sizga filtr vazifasini bajarib beradi, sifatsiz lidlardan ko'ra. Ikkinchisi, kreativda sizda filtrlar yo'q. Filtrlar qo'yish qanaqa bo'ladi? Siz mahsulotingiz yoki xizmatingiz ma'lum bir lokatsiyalar uchun bo'lishi mumkin yoki qaysidir toifadagi insonlarga bo'lishi mumkin. Aynan shu narsadan agar kreativda aytib ketgan bo'lsangiz, lidlar katta ehtimol bilan sifatsiz tushmaydi. Ya'ni u narsani misol uchun siz Toshkent shahriga yoqsangiz va Toshkent shahri deb aytib ketsangiz videoda, hech kim katta ehtimol bilan viloyatdan turib qoldirishmaydi lidlarni. Bu narsa albatta kerak. To'g'ri, lid ozgina qimmatlashi mumkin, no sifatsiz lidga telefon qilib vaqtingiz olgandan ko'ra bu narsa yaxshiroq. Lidlarni Instagramdan, saytdan olasizmi farqi yo'q. Hozirgi tushayotgan lidlaringizda sifatini ko'tarish uchun qanaqa savol qo'yish kerak? Xuddi shu sifatsizliklarni yo'qotish uchun savol qo'yib qo'ying. 1-2 ta. Xuddi shu savollarni o'qigandan keyin ular formani to'ldirishmasin va siz katta ehtimol bilan lidlaringiz sifatini ancha ko'tarib olasiz. Uchinchisi, lidlarning narxi sizning mahsulotingizga ham bog'liq. Ya'ni sizning tovaringiz, mahsulotingiz, servisingiz qanchalik qimmat bo'lsa, lidlarning narxi ham xuddi shunga yarasha bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Lidni arzon tushish degani bu sifatli tushish degani emas. Bu narsaga juda e'tiborli bo'lish kerak. Aytaylik, 2000-3000 dollarlik xizmat yoki tovar sotasiz. Sizga $1 lid tushishi, sifatli lid tushishi nerealniy holat bo'lishi mumkin. Agar kreativingiz juda zo'r yoki taklifingiz wow bo'lmasa. Qimmat aslida qimmat emas degan ibora bor. Bu narsa sizning xizmatingizga tushishi mumkin. Bu nima degani? Agar sizga $100 target budjeti bo'lsa va sizga 5 ta klient kelsa bu orqali barcha foyda qilsangiz, xizmatlaringizni haqini yopsangiz, shu orqali foyda qila olsangiz, 5 ta klient sizning ehtiyojlaringizni qondira olsa, har bitta klient narxi $20 dan. Siz $1 $5 lid tushsa qimmat deyishingiz mumkin. Yo'q. Sizga muhimi 5 ta klient kelyaptimi, nechta lid tushsa ham $1 dan tushadimi, u $5 dan tushadimi, 5 ta klient kelyapti va shu orqali siz xizmatingizni qoplayaptimi, bu qimmat hisoblanmaydi. Muhimi sizni rezultatingizni beryapti. Ko'pchilik o'ylaydi, arzon tushishi kerak, boshqalarda arzon tushayotgandan keyin qimmat yoki arzon tushishi bu sohalarga bog'liq, yo'nalishlarga bog'liq, UTPlarga bog'liq. Muhimi siz aytayotgan maqsadga yetib boryaptimi, u arzonmi, qimmatmi, buni farqi yo'q. Yana bitta muhim omil bor, bu narsa vaqt o'tishi bilan trafik yoki lidlarning qimmatlashishi. Aytaylik, mana O'zbekistonda bitta obunachi narxi $1 bo'lsa, bu narsa Amerikada $10 turadi. Vaqt o'tgan sari bizda ham bu qimmatlashib boradi. Bundan taxminan 3-4 yil oldin 10 sentdan bo'lgan trafikning narxi hozir $1, уже 10 barobar ko'tarildi. Yana bir necha yildan keyin, qanchadir vaqtdan keyin bu narsalar ko'tariladi. Bu narsaga tabiiy holda qarang, ya'ni bozorda qanaqa tushyapti? Sizga ham xuddi shunaqa narxda lidlar tushyaptimi? Bu tabiiy hol. Undan arzon tushishi kerak, boshqa tushishi kerak degan narsa bo'lmaydi. Muhimi, sizning maqsadingiz shu orqali qoplanyaptimi? Bu уже yaxshi lid, sifatli lid. Bunga ortiq hech qanaqa narsa yo'q. Agar yuqorida aytib o'tilgan omillarni, instrumentlarni qo'llasangiz, sizga katta ehtimol bilan lidlaringiz sifati ancha oshadi. Bu narsani qo'llab ko'ring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.